Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun kechagi videomizning ikkinchi qismi bo'ladi. Bugun sizlar ko'ryapsizlar qancha kilo ajratib qo'yganman. Narxlari o'ta ham chegirmada bo'ladi. Kim birinchi ulgurib olib qolsa olib borsin degan video bo'ladi. Eng hadavoy sotilgan o'rta qalinlik katsivadagi gilomimiz. O'lchami 3,5 ga 6 metr bo'ladi. Kvadrati 21 kvadratli gilomimiz. Qizil juda ham ko'p bizdan so'rashdi. Videoda o'tkazib yubormasdan ko'ringlar. Narxlarini ham juda ham chiroyli qilib qo'yib beraman. Gullarini ko'rishlaring mumkin. Eni 3,5 bo'ladi gilomimiz. Uzuni 6 metrlik bo'ladi. Orqalari to'qimali kanop. Gullarini ko'rishlaring mumkin. Bemalol bitta katta zallaringga solsalaring bo'ladi. Buni narxini o'zimiz ham bozorda eng kami 1,500,000 so'm atrofida sotganmiz. Hozir sizlarga 30-maygacha bu gilomimizning narxini 1,50,000 so'mdan kelib xarid qilib olib ketsalaring bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona shaharda. Farg'ona shaharchi mutlaq bepulga dastavkasini qilib beramiz. Andijon, Namangan, Toshkentlarga kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Bundan tashqari bizda buni o'lchami aytchiydi. Buni o'lchami ham shundan bo'lsa kerak. Ikkinchi rasvetkasini ham ko'rishlaring mumkin. Bunisini ham o'lchami 3,5 ga 6 metr bo'ladi. Orqa to'qimalari juda ham zich to'qilgan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Sifatini gilom yoyganlaringda hali vanna bo'lib yoyiladigan gilom emas, tekis tushadi uylaringga. Bunisini ham narxi hozir chegirmada 1,50,000 so'm. Endi sizlarga 3,5 ga 6 metrlikda ochiqroq svet so'raganlar uchun buni ko'rishlaring mumkin. Bunisi ham oxirgi gullar yangilik bo'ladi. Bunisini ham eni 3,5, uzuni 6 metrlik bo'ladi. Mehmonxonalaring bo'lsa juda ham chiroyli tushadi. Uylaringni ochib yuboradi. Xullas gullari oxirgi 2026 ni may oyida chiqqan gullar. Undan tashqari eng ko'p sotiladigan bizda standart o'lcham 3,5 ga 5 metrlik gilom. Kommentariyada xohlagan fikrlarni yozib qoldirsalaring bo'ladi. Kimga necha gilom kerak bo'lsa, narxlarini hisoblab beramiz. Nech puldan nech pulgacha bo'lishini. Standart o'lchamlar uchun metrajlarimiz ham bor. Kvadrati 50,000 so'mdan boshlab 250,000 so'mgacha gilomlarimiz bor. Bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Eni 3,5 metr bo'ladi, uzuni 5 metr bo'ladi. Bozorlarda buni narxi 1,300,000 so'm atrofida sotiladi. Bizda hozir chegirmada narxi 850,000 so'mdan. Buni sal ochiqroq svetda rasvetkasi ham bor. Bunisini ham gulini ko'rishlaring mumkin. Bunisi ham eng oxirgi gullarda, yangilik gullar. Bu 5 metrlikda 3-rasvetkasi bo'ladi. Bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Gullari o'ta ham chiroyli bo'lgan. Kelib atiga 850,000 so'mdan xarid qilishlaring mumkin. O'lchami 3,5 ga 5 metrlik. Endi videoda o'tkazib yubormasdan ko'rganlar uchun, ashti ikkita uyni bitta qilib solib qo'yganlar uchun 3,5 ga 7 metrlik o'lchamda. Yangi pachka gilomimiz. Gullarini ko'rishlaring mumkin. Kattagina. O'rtada ikkita katta guli bor. Ikkita lyustrali uylarga chotki tushadi. Eni 3,5 metr bo'ladi, uzuni 7 metr bo'ladi. Buni narxini o'zimiz ham bozorda 1,800,000 so'mgacha baho aytib, 1,500,000 so'mdan sotamiz. Biz obunachilarimiz uchun narxi atiga 1,200,000 so'm. Buni sal kirchimol rasvetkasi ham bor. Unisini ham ko'rsataman hozir.
Bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Buni ham o'lchami 3,5-7 metrli bo'ladi. Narxi atiga 1,200,000 so'm. Endi 3,5 ga 4,5 metrli o'lchamdagi lomlarimizni ko'rsataman. Chegirmamiz muddati 30-maygacha. Buni ham yaqinroqdan ko'rsating gulini. Buni o'lchami eni 3,5 metr bo'ladi. Ha? Любой kelgan odamga beraveramiz. Like, подписка bo'lib kelishadi bizni kuzatuvchilar. Ko'rishlaring mumkin. 3,5 ga 4,5 metrli o'lchamda. Narxi atiga taxmin qilib kommentariyaga mendan birinchi yozinglarchi, nech bildingman. Bozorda eng kami 1,300,000 so'm atrofida sotiladi. Bizni hurmatli kuzatuvchilarimizga narxi atiga 800,000 so'm. O'lchami 3,5 ga 4,5 metr bo'ladi. Bu ikkinchi xil rasvetkasi. Bunisi sal kirchimoroq o'lcham. Yana bitta qizil so'ragan mijozlarimiz uchun o'lchami 3,5 ga 5,5 metrli. Gullarini ko'ringlar buni, tiniqligini. Buni o'lchami 3,5 eni bo'ladi, uzuni 5,5 metr bo'ladi. Buni narxini 1,400,000 so'm atrofida sotganmiz. Hozir chegirmada atiga 1,000,000 so'mga kelib xarid qilishlaring mumkin. Kesalaring bu svetlardan boshqacha gullari ham bor. Xohlasalaring shu gullardan ham, xohlasalaring boshqa gullardan ham tanlab olasizlar. Xohlasalaring metrajli variantlari, xohlasalaring gilom, xohlasalaring bundan sal qalin bo'lsin desalaring qalin lardan ham bor. Videomiz shu joygacha ko'rganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bundan ham katta chegirmalarda, bundan ham yaxshi gilomlar qo'yib beramiz. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.